Abdullajon Hoshimov kim o'zi? Kim? Meni qanchadan beri kuzatasizlar, agar kuzatayotgan bo'lsanglar. O'zimni tanishtirsam. Abdullajon Hoshimov Abdufattohovich 1984-yil 11-iyulda Toshkent shahri Olmazor tumani Qorasaroy ko'chasi 1-uyda tug'ilganman. Demak, faoliyatim davomida 1999-yil o'rta maktabni bitirib, 126-sonli o'rta maktabni bitirib, 1999-yil 2001-yillar mobaynida tarix va sharq tillari litseyida o'qiganman va 2003-yil harbiy xizmatga borib kelgandan keyin 2004-yilda Toshkent avtomobil yo'llar institutini injener pedagog yo'nalishi bo'yicha budjetda demak kirganman. 2004-yilda kirgan bo'lsam, 2008-yilda bitirganman. Va 2008-yildan beri bitirgandan beri demak faoliyatimni avtomaktab yo'nalishi bo'yicha yo'l harakat qoidalari, harakat xavfsizligi, avtomobil tuzilishi, ya'ni pedagogik injener mutaxassisligi o'z yo'nalishim bo'yicha faoliyatimni 2008-yildan beri olib boraman. Pravaga o'qitish bo'yicha 18 yillik tajribaga egaman. Bu 18 yillik tajribada demak mingdan ortiq talabalarimiz bor. Respublikamizning turli hududlarida mingdan ortiq talabalarimiz bor va shu talabalarimiz ham balkim kuzatayotgan bo'lishligi mumkin.